Assalamu alaykum sevimli izləyicilər, kanalımla yaxşı obdan turib-atımsızlar. Bugün mən bək peyzi bir nəsə öyrəndim. Sizlərə mo birlikdə dəprəyçi ödəb çıxdım. Bəlkə aramada bunu dildğanlar buluş mümkün, amma bək işimizə əsqatıdı. Məsələn, nurgun vaxtlarda biz özümüzdeki oy fikrini ifadələş üçün PowerPoint'da yoki kompüterdə sunumlarını, rəsmlərni bir nəsəni tayyorlaymiz. Ondan keyin leksiya verdiği işlər olsun, özümüzün məqsədini ifadələş olsun, bir nəsəmizin setiş olsun, yoki Torda özara çöndürüş olsun. Hemmisi bunu işletimiz şu. Bugün şu süniye qılıblar taqqada bir buyruq olan aşındaq PPT yasaydigan bir narsa uçrab qaldı. Aşını sınab baxdım men yaman peyzga hazır sizlar bilan birlikda sınab baqaylar. Avval Torbetga kiramiz. Buningga app Tom app deb kiritamiz. Ondan keyin try Tom bunu sınab baq. Onun aqsın continue with Google. Google hesabım bilan sınagın deydi. Ben Google hesabım bilan kirib hazır sınayman. Check. Baqayli. Mana kiradoq bir narsa tanla deydi. Buningga men nimani tanlay, marketing deganni tanlay. Keyingi, ya'ni o'zimiz aniqli nim qilsa deydi-chu. Workspace name nim bo'lsin? Aynur dey. Tamam. Bo'lsin. Ish qilishni boshlab ket deydi. Basic. Tamam. Bu nim deydi? Aniq baqay qani. Mavbikalıqqa qaranglar. Basic a great way to and share it. O'zingning ideyasini nayt yaxshi ifodalashdan yo'li deydi. Slides, interactive content, smart themes, video, narration. Mavni pro'niq baqay. Yaxshiliqi balkim yaxshiroq bo'lishi mumkin. Hozir to'lmayman aqchani sinab baqadigan bo'lgandan keyin birini sinab baqay. Undan keyin hozirlam sinamdigan demamdi buni. Mav bo'ldi. Create degan o'tirib ustidagi create deganni bosdim. Buningga Uyg'ur deb yozib baqay. Mana bu yerda mana bir yer chiqdi-ku, men o'tirib subjectga create, ya'ni yasa deganni bosgandan keyin what would you like to do? Nima qilgan ba deydi. Meningki Uyg'ur haqida bir narsa yozgan ba bo'lsa, masalan, Uyg'ur deb yozay. Yozdim. Endi shu biz tayyorlamoqchi bo'lgan jadval chiqdi, nima chiqdi ekan. PPT dosyalar 3. bet. Uyg'urcha chiqarib atdik buni. Men bunda Uyg'urcha chiqadi deb hech o'ylab baxmagandim. Mushuni hozir ko'rib bilan suyumlik olimimiz Olim Ahad, professor Olim Ahad xiyolim kelib qoldi. Qilgan emgaklari bekchiq. Bizning Uyg'ur yoziqining mushundaq dunyoviy seviye bilan mang'alishida qilgan emgaklari haqiqatan bekchiq. Lekin ma'vu qaraganda Google'da tarjima qilib chiqarib berayotgan narsa o'xshaydi deb o'yladim. Qaranglar, men avtomatik mushlarni ishlab turmush xatlarni yozib bilan chiqarib berdi. Hozir ko'rib boqamiz. 8 betlik bir narsa chiqarib berdi bizga. Creating page 8 betni yasavatdi. Ma'vu eliqi Abdikrim bizdek tarjim qilib chiqarib qo'ydi ma'vu. Qarab boqaylar har qaysi betlari. Bu butunlay sun'iy aql bilan qilgan narsa ma'vu. Buni hozir hech harakatlanmayotdi. Abaya men turkcha yozib sinab baqandim, bo'lgandichu, ma'noda Uyg'urcha chiqdi. Men hech xayolimga keltirib baqmabdi ekanman.
Mani men Uyg'ur chiqib turishini hech o'ylab boqmagandim. Uyg'ur qurilgan jadval deb. Meniki xatlarga bak kirisholmayli, lekin chiqqan narsa qaraylar. Uyg'ur tarixi, Uyg'ur atrofi, Uyg'ur xalqining dini paydo qilishi, Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur debdi. Mundaq bir narsalarni chiqarib beribdi. Uyg'ur tarixi. Ama Uyg'urcha bunchalik narsa chiqarmoqmi nima emasda. Qaranglar, Uyg'ur xalqininki adabiyoti deydi. Biz buningga buni qilmay nim qilib boqaylik. Bir turkcha gap yezib boqaylik. Texmo create, miyadagi create'ni bosamiz. Undan keyin miyaga yozaylik, nim deb yozaylik. Masalan, Amerikada ev olmak deb yezib boqaylik. Nim deb chiqadiki, qani. Yasavadı mana. O kadar tez suratda, ya'ni buningda eng yaxshi yasalaydigani menimcha inglizcha, turkchada yasab boqdim, boy Uyg'ur deb yozib qo'ysam Uyg'urcha yasab ketdi mani. Hamda mani qarab boqaylar, 8 betlikni yasab bo'libdi. Maniki Amerikada ev sahibi olma sırları, ev almak kirish neden popüler, nemishqa farklı eyaletlerde kanunlar qandaq, vergi sistemi qandaq, finansal planlama qandaq bo'ldi. Sonuçta qaranglamana dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir ve son yıllarda gayrimenkul mana neden popüler qaraydigan bo'lsak acayip malani tushirib olgandan keyin o'zimiz xohlagancha nim qila olamiz. Mana qarab boqadigan bo'lsak bilim fan taraqqi qilib nelar ketdi ya. Albatta Uyg'urchadagi chiqqan mazmunlarga qarab olmayli, chunki biz Uyg'urcha o qadar jiq uchurlarni o nimaninki ichiga kirgizib bo'lolmadik-ku. To'r dunyosiga kirgizib bo'lolmadik. O butunlay yiliqi tilda tarjima qilib namoyaga qilib berdi, lekin haqiqatan qaltismikan. Qaltis soatlab 8 bet birim qilganga o'tirib ketimiz miyada 10 sekundda chiqib bo'ldi. Demak, sun'iy aql va bundan keyingi taraqqiyot haqiqatan qaltis. Belki öğrenmesek bulmaydı ki. İşte küçük bir narsa öğrenilip sizlerden behrelengim geldi. Buldu. Rahmet arsa. Allah'a emanet.